Hello everyone, I am Dilmurat again, and let's continue. Last time we have learned some part of greetings. Today we're going to continue. Assalamu alaikum dostlar. Biz aldıq programımızda özün tonuşturuş ve salam saatinin destek kısmı boğan aldılan özün tonuşturuş ve yandaki dostların tonuşturuşunu azırak öğrengendik. Bugün biz bununki kıp kalan keyinki yarım kısmını devamlı saldırsak öğütümüz. Yani greetings. Greetings ekin buldu. Salam saat degen dersinki haqiqiy kısmına kelimiz. İngiliz tilde en köp kullanılan salam saat sözleri bizge bir-birlab tizip verildi ve ularning tarjimasi bilan o'qilishi hatta ya'ni xavfsizlikka yemga olsin berildi. Birinchi hello. Hammadan bilamiz, yaxshimisiz degandan keyin hi degan bo'ldi. Hey degan bo'ldi. Bularning orasida hello bilan hi degandan rasmiy ishlasak bo'ldi, berasmiy ishlasak bo'ldi. Demakchi o'g'limiz yaqinlar ishlasak bo'ldi, normallar ishlasak bo'ldi. Biroq Merke, hey, bilan yana birisi var, howdy. Howdy bilan hey malani muallimlarimizga cho'nglar ishlatib qolmang. Buni intayin yaqinlab ko'proq ishlatamiz. Buni ayirvasangiz bo'ladi. And then good morning. Good morning deganda hammalar anglab baqqan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni buni tushdan burungi vaqtlarda. Sahar yoki bo'lmasa tushga qapsiganroq vaqtlarda ishlasak bo'ladi. And again, good afternoon. Afternoon deganda tush soat 12 dan keyingi vaqtlarda ishlasak bo'ladi. Good evening, ya'ni kech qo'rinlarda ishlasak bo'ladi. Ya'ni kech soat 5-6 dan keyingi vaqtlarda ishlasak bo'ladi. Ba'zi odamlar mendan so'raydi, 9-10 o'tkazchi bo'laverdi. Evening deb ishlatdim. Hargiz amalikin good night deb sanmang. Good night deganimiz salom soat emas, balki xo'shlashish. Chunki bakka cho'kkasimi ko'rishib qolsangiz birasidan good evening desangiz bo'laveradi. Unda bo'lsa good morning deganim ekan, aytganligingiz xayr bo'lg'ay. Yaxshimisiz. Good afternoon. Tushdan keyin ko'rishgan vaqtda yaxshimisiz. Good evening. Kechqurun yoki kecha ko'rishgan vaqtda yaxshimisiz. Morning, afternoon, lekin evening. Mayda ibar. Bu endi ko'pincha ko'rilgan bir xatolik bizning Uyghur tilidagi emekin deb evening deb olganlar bor. Nurg'un yerda o'sha eni deb qo'yganlar jiq. Bu xato. Sal ochimiz og'zimizni. Evening. Hargiz evening emas. Evening, ha? Evening. Okay? Unda bo'lsa biz yana bir atlab davom etaylik. Salom soatning yo'li intayin jiq. Masalan, birinchisi how do you do? And again, how are you? Yaki, how are you today? How's it going? How's everything? How's everything going? How's everything with you? How about you? Deganlarning hammasi yaxshimisiz deganni har xil usul beradigan jumlalar, so'raydigan jumlalar. Birinchisi how do you do? Bu ko'pincha tunjuqdan ko'rishgan odamlarga chiqarishildi. How are you? Bu ko'pincha hozirning o'zidan normal holatdagi yaxshimisiz. How's it going? Bu ig'izligi bakroq yaqin keladi. Ko'pincha yaqinroq bir xil tuyg'u beradi. Boshqalarga illiqlik, yaqinlik yoki bo'lmasa ig'izligi yaqin bir tuyg'u beradi. How's it going? Ishlar yaxshimi? Hamma ishlarimiz obdan ketib borami degan gap. How's everything? Bu shu. Tinchlik bu degan ma'noda. Tinchlikmi degan gap bizga o'xshab qoladi. How's everything with you? Bu o'xshash. İşleriniz obdanmı, hamma ish yaxshimi degan gapda. How's everything with you? Anikin oxirgisi how about you? Sizchi, o'zingizchi. Bu qanday qilib shipilda oxirdagisi how about you? Boshqalar sizdan salom so'rab, siz javob berib, men o'zim yaxshi turyapman deb bo'lib, andikin o'zingchi degan vaqtda how about you desangiz tamamen bo'ladi. Everything, ya'ni hamma ish, hamma yoki bo'lmasa barliq degan ma'noda ekan. Darsimizni davom etaylik. Savolni so'rab bo'ldik, javobni qanday beramiz? Birinchi I'm okay. Yaxshi, bo'p qoldi. I'm fine. Yaxshi. Good. O'xshash. Pretty good. Ayt yaxshi. Intayin pachat. Voy, avvalim bak yaxshi. Great. O'xshash. Ayt yaxshi. Very well. Hargiz very well emas. Very well. Very well. Very well. Very well. Very well.
İntayin yaxşı. Just so. Yaman emas. Bo'p qoladi. Ish qilib o'lmadik degan deb ma'noda. Not too bad. Bu şu. Ish qilib bo'p qoladi. Just so, not too bad. Chiqsin ma'nosi bo'p qoladi. Ish qilib bo'p qoladi. O'lmadik degan deb ma'noda. Not too good. Ancha yaxshi emas. Tired. Arg'inchilik juma, erib ketdim. It's a long story. Bunun ma'nosi deb kelsam gap uzun adash degan ma'noda. Demak, bu yerda 3 bo'lib javob berish yo'li bor. Birinchi bo'lib yaxshi, avvalim yaxshi qilmadi. Ikkinchi bo'lib yomon emas, bo'p qoladi qilmadi. Uchinchi bo'lak bo'lsa, hozir obdan emas, yaxshi emas keldi. Undan bu yerdagi barliq so'zlarni menga aytib bir o'qiylik so'rashlar. Fine. Pretty. Pretty emas, pretty. Great. Tired. Long story, the long. Story. Long story. Mana bu bir qism xamxatlar hisoblanadi. Buni savolashlar bizning plastinka yoki bo'lmasa programmani keyin qaytirib, talaffuzini qarab turib, qayt mashq qilsa, nihoyat yaxshi naf oladi. Davomli turda o'zimizning salom soatimizni davom etaylik. Nice. Glad to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you too. Tunjuqdim ko'rishgan vaqtda siz bilan tanishganimga intayin xushalman deganni ikki ifodalar bo'ldi bular uchun. I'm so happy to see you. I'm so happy to see you. Sizni ko'rganimga intayin xushalman. O'xshaydi. It's good to see you. O'xshash. Ko'rganimga, ko'rishganimga xushalman. Fancy meeting you. Fancy meeting you here. Fancy meeting you here. Voy bu yerda uchrashganimiz yomon pajat ish bo'ldi. Sizning bu yerda uchirib kelib tuyuqsiz. Ben xo'shaldim juma degan ma'no. It's so nice to see you again. Bu yerda again deganimiz qayta. Siz bilan qayta uchrashib, ko'rishib, ben xo'sh bo'ldim. Mana bu isl jumlalarning hammasi ingliz tilidagi ko'rishganimga xushalman degan ifodalar turdi. Diqqat qiladigan nuqta. Okay. Ma'lum birinchi kodeksi cho'qim tunjiqdan ko'rishganlarga ishlatilishi kerak. Qolganlari bo'lsa, keyin qayta ko'rishganlarga ishlatilsa-mu, tunishlarga ishlatilsa-mu bo'laveradi deganga. So'zni aytib o'qing. Nice. Glad. Meet. Happy. Ergiz happy emas, happy. See. Fancy. Xatlarning tarjimasi va o'qilishi yon tarafda berilgan, savodashlar o'z ko'rib, mashq qilsa bo'ladi. Muhimi, mening talaffuzimni qarab turib, o'qib, agishib o'qish. Endi bir qism qisqartirilma tarkiblar bor. Masalan, I am ni I'm. You are ni your. They are ni their. We are ni we're. He is ni his. She is ni she is. It is ni it is. How's everything going degandiki how is deganda house desek tamamen bo'laveradi. Bu ingliz tilining talab tufaylidan bir qism so'z birikmalarini qo'shib o'qish yoki bo'lmasa qisqartib o'qishningki alohidligi hisoblanadi. Unda vasaldoshlar biz salom soatga oid so'z jumlalarni o'rgandik. Savol so'radik, javob berib bo'ldik. Endi buni dialog ichiga kirib boqaylik. A, B odam, ikki odam qanday salom soat qilib biz ko'rib boqaylik. Good morning. B deganimiz odamning ismida bu yerda bir simvol. Yaxshimisiz? XX. Morning A. How are you today? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bugun qaydaroq deyapti. I'm okay. Bo'p qoldi. How about you? Sizchi. How about you deyishdan o'rin yo'q. How about you? Qo'shmasak bo'laveradi. Very well. Thank you. This is C. Bu bo'lsa C. Esinlarda bormikan? Oldin qitimda biz this is orqali uchinchi shaxsni tonishtirishda bu bo'lsa ma'lum degan to'q. C odam uchinchi shaxsda berdi. My classmate. Bunun biz ilgili o'rgangan mazmun degan takror chiqdi. Bu XX C odam. Meningga savolishim. How do you do? Ko'rishganimga xushalman. Yaxshimisiz? Tunjiqdim ko'rishganda how do you do desak bo'ladi. Yoki nice to meet you desak bo'ladi. How do you do? Yaxshimisiz? Obdan turibsiz? Nice to meet you. Siz bilan ko'rishganimga to'liq xushalman deb gapni oyoqlashtirdi. Unda bo'lsa savodashlar, bizningki bu qitim programmamizda
ya'ni o'zaro salom saat qilgandan keyin bir qism atalg'ular, ishlatiladigan so'zlar, savol jumlalar, unga javob berilgan jumlalar, ahvoli yaxshi, ahvoli bo'lib qoladi, ahvoli ancha yaxshi emas deb 3 xil ahvol bo'lib ifodalaydigan ingliz tilidagi eng fundamental mazmunlar mushu yerda biri. Men Dilmurod muallim, bu bizningki cctv.com Uyg'urcha kanal terminaliningki ingliz tili maxsus programmasi. Biz kilaqitimli programmamiz davomli turda mushunga o'xshash kerakli mazmunlarni qisqartib, javharlarni yig'inchoqlab davomli so'zlab turamiz. Qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Dilmurod muallimda va Markaziy televiziya stansiyasi to'g'rininki Uyg'urcha terminal ingliz tili programma darsxonasida bo'lsin. I hope I will see you again, and I'm Dilmurod. Okay, goodbye.